gaplashib kasalashib o'tirasizlarda. Osh bo'lsa yermiz. To'y o'tsin, qarindosh bo'laylik. Keyin qancha ziyofat bo'lsa qochmas. Rahmat, to'g'ri bo'ldi. Siz mana zamzam osh yeb olardik. Aka, kim o'ta nodon? Oshimagan joyingmi? Shoshib turibdilar. Endi aytib bermaysizda qarindosh. Xo'sh, xizmat sharifingizda bu hozir qalin olish yo'q ketgan olmaymiz. Ammo to'y kuni bo'ladigan xarajatlarini bir uchini ko'tarib yormasalaringiz shu kuyov bilan singlimizga sal qiyinroq bo'lib qoladi-da. Bu kishini ahvollari sal chatoqroq. 2 oydan bir bo'lsin yurtdilar. Gapira olmaydilar. Tillari sal nozo'r. men o'g'il to'y qilganimda pochcham kalsidan kutgani o'rniga tillari tishlab olganlar. 3 dan 2 santimetr uzilib tushgan. Daralashma. Kayfda emas. Pochchamiz majlisda gapiraman deb tillarni tishlab olganlar. Mana 2 oydan beri gapirolmaydilar gunda. Mayda gaplarning nima keragi bor? Qo'shinglar-chi. Bu gaplarni hammasi tuhmat qarindosh. Bu kishini tilla tishlari tillarini sal sindalatdi. Qachon tilga kirsalar nima bo'lganlarini o'zlari aytib beradilar. Xo'sh, men nima deyotgan edim? Ha, xarajatlar ustida edi. Xo'sh, sarpolar xususida mana ukalarimizning o'zlari aytadilar. Men to'yda bo'ladigan xarajatlarni aytib qo'ya qolay. Birozgina xo'sh, mana bu yerda ikkita qo'y. Kechirasiz? Xo'sh, bitta qo'y berib, qolganiga magazinni go'shtini olib bersak, qanday bo'larkin? Hay, aylanay. Bitta yalab yulqab boqqan qizimni to'yini magazin go'shti? Yo'q, unaqa demang, qarindosh. Endi qizi borni nozi bor deydilar-da. Keling, ikkita qo'y bo'lsa bu-da. Ana, o'lganda jigari dakka paqish. 2 qop un, 2 qop guruch bozorlik, 3 yashik araq. Aka, 3 yashik kamda qilarmikin? 4 yashik bo'la qolsin. Tezak bo'lmasin. 4 yashik bo'lsa bo'pti-da. Xo'sh, o'shancha vino. 15 ta shampanskiy. Qizlar ichadi buni. Xo'p, 100 ta mineralli suv. Piva ham bo'lishi kerak. Boringki, uka sazangiz o'lmasin. Pivo bo'lsa 6 yashik bo'pti-da. Endi to'y kuni ketmasa, bosh og'rig'iga ertasiga ichib olishadi-da. Zarari yo'q. Xo'sh, 1 yashik shkolat. Qora qum. Nukki atmi degani bo'lar ekan. Endi buni o'zlaring bilasizlar. Bu ham bo'lsa yomon bo'lmasdi-da. 1 yashik prostoy konfet. 1 tonna ko'mir. 1 tonna saksovul. 1 qog'oz qopda makaron. Makaron. 2 qop sabzi. 1 qog'oz qopda piyoz. 2 qop kartoshka. Mayli, buni jakobga ishlatib olishadi-da. Xo'sh, yarim kilo murich. 100 ta beraman. 100 ta prit. Men shunaqasidan chekaman. Qanday choyni ham esinglardan chiqarmanglar. 2 kilo ingiz choy. 3 kilo 95. Aka, hozirgi to'ylarda gugurtdan tortib tuzgacha berishyapti. Nesini aytmasangiz ham o'zi berishadi. Albatta gugurt bo'ladi. Gugurt bo'lmasa oshpaz o'choqqa o'ti nima bilan yoqadi sizga? Qo'shnilardan cho'g' ko'tarib yuramizmi? 2 ta karnay, 2 ta surnay. Bu 2 ta nog'ora, 1 ta doira. Endi bu yerda ochiq mashinada taraqa turib gumbadan qasd qilib bo'laveradi. Artistlardan ko'p bo'lishi kerak. Agar 2 guruh bo'lsa, biri bu tomondan, biri u tomondan. Jazir bo'ladi. Aka, ularga ham pochchamga o'xshab qoldimi? Asosan xarajatlari shu. Endi mabodo kam ko'stiga bo'lsa, biror ming so'm berib tursalaringiz, xotin xarajlar kam ko'stlariga yaratib turishadi-da. Endi bu sarpo-suruv masalalariga kelganda men bu to'g'rida biror narsa deya olmayman. Mana ukamiz biladilar, u kishi yaqinda qiz chiqarganlar. Mana bu egnimdagi kostyumni ham kuyov tamom qilgan. Xo'sh. Birlamchi
kelinni dadasiga, ya'ni pochchamizga bir kostyum bilan makintosh, umuman aytganda boshaq sarpo. Xo'sh, opamizga, ya'ni kelinni oilariga bir kiyimli namosham atlas bilan bitta plash. Katta kuyovimizga, ya'ni bo'ladirgan kuyovimizni bojalariga bir jirti palto. Undan keyin kelinni opasi bor. Bechora ancha vaqtidan beri o'sal yotibdi. Bunga ham bir kiyimlik girbishin atlas bilan bir jipir bo'lsa. Endi katta jiyanimiz ham bor. U kishi hozir komandirovkadalar. Endi unga ham bosh oyoq sarpo bo'lib bir kostyum shim bo'lsa. Kelgandan keyin axir kiyar. Endi pochchamizning onalari burnoq yili qazo qilganlar. U kishiga ham bir shtampillik atlas bilan yana nima desam bo'lar ekan? Ha, Amerikanidan kavuşmasi. Ha, aka. Endi bizga o'zlarining himmatlari. Endi biz 41-payozalkamiz. Har holda kostyumdan bo'lsa 51-mikin vallohu alam. Ha, 51-ci, 52-ci, birinci rot. Sen nechinchi kelsan? Oyog'im 42. Endi egnim 50. Shundaymi? Sizchi? Oyog'imiz 40, kostyumni 48 kiyamiz-da, qarindosh. Voy, kichkintoylar qolib ketdi-ku. Ha, ya. Bu bitta jiyanimiz bor. Shuning maktabon jinnisi. Har safar shu maktabon davradida bir opasini to'ylabcha esdalik. Bitta maktabon qo'shib olinglar. Ha, endi xo'sh, yana nima esdan chiqdi, ha? Suv. Miyamning suvni aytdingiz-ku. O'zi biroz suvni yuvaraylikmi? Shuni aytmadinglar-ku. Havo, kerak emasmi? Ha, Aka, bu kishi nima qildi? Kimdir? Ilgargi sovchimizdan mana shunaqangi jinni bo'lgan edi. Buniki ham boshlanib kelyapti. O'zingizni tuting, akasi. Bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Yozingizlar. Ha? nima? Sizga yana nima kerak? Bir qarish til kerakmi? Sizgachi. Bo'lsa, fotoaparat, magnitofon, samolyot, traktor, ekskavator kerak emasmi? Samatmarchi, balki asfaltlangan mashina kerakdir. Akasiga toshim, sinisiga kalta yubka, o'lgan buvisiga yangi kafan, otasiga aroq zovti, onasiga kampir zovti, opasiga kiyim fabrikasi, sizga zambarayning o'qi. Grajdanlar, poyezd 3-yo'ldan ketyapti. Ehtiyot bo'linglar. To'ylar muborak, Qur'oni Voy,